oxirgi paytlarda ko'p ko'ryapmiz, o'zini yaqinlariga, aka ukasiga yoki onasiga, otasiga yaxshilik qilishadi-da, uni videoga olib chiqib tarqatishadi. Ijtimoiy tarmoqlarga joylashadi. Buni menimcha keragi yo'q. Nima qilasan, ota-onangga yaxshilik qilganingni ko'rsat. Tushunaman, u ehson bo'lsa, ko'pchilikni mablag'i bilan yig'ilayotgan narsa bo'lsa, uni olib chiqish kerak, ko'rish kerak, shu ehson qilayotgan odam ham ko'rish kerak. Ha, haqiqatda shunaqa narsa bo'libdi. Xalq ko'rish kerak, kerakli tashkilotlar ko'rish kerak, chunki birovni pulini birov yeb ketdi degan gap bo'lish kerak emas. Lekin o'zingni onangni, otangni, aka-ukangga qilayotgan yaxshilikni nima qilasan olib chiqib? Prosta ibrat uchun. Ibrat uchun bo'lsa, mayli, zo'r. Lekin shu ibrat bo'layotgan videoni prosmotri qancha bo'ldi ekan deb ko'rasizlarmi? Shuncha prosmotr yig'ibdi. Mana men qo'ygan videom mashinchi prosmotr bo'libdi degan gap xayolingizdan o'tkazasizlarmi? Agar shunaqa qilayotgan bo'lsanglar, bu ibrat uchun emas. Aka-ukalar bunaqa onaga, otaga yoki yaqinlariga qilayotgan yaxshilikni menimcha, meni fikrim, internetga joylab hammaga ko'z-ko'z qilish shart emas. Yaxshi bor, yomon bor. Yaxshi ko'z bor, yomon ko'z bor. Bunaqa narsa to'g'ri kelmaydi. Bu meni fikrim.